Шинжаң Шахла Халқара Сауда Шектік Шеркет таждарлығыдaki Тоқтыма Тоқти filmini көрішіңланы қаршалымыз. Mezlik bir avatqına nənin ətirki desem, əsli Şahla Çaş doktor ekende. Bu filmni tövendeki orlama alaydı qoladı. Qutyar Халқара Сауда Шектік Şerketi Qutyar yürüyüşlük işimlikleri. Ma film hepte birlik qism çıqdı. Çıqıverdiğen bir Qutyarның zəylə ipiniz emas bu. Ro'yab Халқара Сауда Шектік Şerketi ro'yab yürüyüşlük sağlamlıq mahsulatları. Sağlamlığımız ən mühim, ro'yab həmra hər daim. Pərviş Şahla Çaş doktoru da. Körkem çaşlarını teximi asıraydı. Mehirlik qalblarni bir-biriga bağlıqochi Şahla Çaş doktoru çaş ettir cevheri. Şahla. Sözlerimge işen Kılmaz ben hiç kimle santan bir sana köyüp Çin dedi söyüp Bilmedim sebebi bilmedim ben Utanmedim könlümü utanmedim ben Hadim könlüm utanmedim Toxtuma Toxti filmi her şembe günü yayınlandı. Salon adresimiz Toxtuma Toxti. Toxtuma Toxti filmini en süzük altını görmekçi bolsanız bu işkilik kortunu skanerlap Subat Abdidalının en yeni nüskusunu düşürün. O bu Ündar salonuna baray dep kirgiz boğuş tabaqını akab bopta. Xoton tamaq yeli mamada. Bu qız alib olsa şu Toxtininki tunji qiz do'sti bugun bir xizmatdoshini deyishib qo'ygan. Kızım tavsiyeler anlark ya. Do'stlik bizga ma'qul, mashq qilganman sanab qo'yay. Sizga mi xo'sh? Tasaya o'g'irsin. Hamda uni bashirsiz cho'qsan. Nega shirkat tarafniki? Yana ish chiqdimi? Men qanday qilishimni bilmadim men. Ey, men buni anglab turdim qara. Bu kallam bo'lganki o'zing olda o'yla. Qaysi ish muhim? Sen bundan bekarak o'qisa. Men qara. Eng yaxshisi ko'nglingdan so'rab baq. Qaysi ish muhim bo'lsa, sen berib shu ishni qilgin. Ma'qul. Undan so'ng bunday qilaylik. Ishkalar menga bir yordam qilinglar. Yo'q, berib Asadning shu bilan shirkatning shu bir siri bir boshqa turib tursanglar. Men o'ylab qoldim. Ba'zi bir fursatlarni qo'ldan berib olsaklar, bu fursatlar qaytganmigidek. Oxir kallang ishildi, ey. Baldirli mushaqilda ishlayapsiz. Ma berib, sen o'zingning baxtni qo'llash qilma. Azma berib kelay, ya. Sizlar topshirdim, ish vaqt telefon qilinglar menga. Bo'ldi. Mana ishimiz yarib ishlarni yig'ishtirdi. Ha. Kalımızma. Bu doktor şirketiga borgan bo'lsa qasdi hamma ishlash mirzat degan nimani qilganligini bilmayotganmiz-ku. Shu, yomon ochig'imga otdi men berib uriyman o'qiyman. Ya bu to'xtadak musha yosh bo'lmayay. Turam. Bu aldirganchalik xotingan. Xotin, mamada. Men aldirashman hozir men berib avvago to'xtab bo'lsa qilib gapirsiz. Oy bu tomoqni o'zingiz buni qilib turing hamda. Maqamida ham deyman ham deyni qilib bu oshxona qo'yib, tomoqni atkizib sizga olib berib, bir munch vaqt ketdi. Aldirdi men dedim-ku, men barayniki. Gashi tez. Baraydilam deydilar. Barayda to'g'ri. Baraydan mata. Aslida zakaz qilsam, neden bo'ldi? Ma'qul, ashunda qilib bermas yerib turan. Endi baray, oldin qaytdim sana. Shurpadim-ku, undidardilam deb zakaz qildi. qarab, muşnu içi kirib, tomoqni tanlaysan. Tomoq ekan.
Lağma yedim de. Lağma tanlamsan. Bana. Ha, anadaki ma pul to'laydiganni besib. Ha. Mani besibsam bo'ldi. Bo'ldimi? Ha, bo'ldi. Birdan aytasan. Bu nima tez? Shundaymi? Shunday tezmi? Qochlarning chiroyliligini mana. Rasim, men o'zining qochishini ishlatgan. Ha. Men adresimni yozib ketma. Oyalimga bir pasni so'zda, men uyimga. Bo'ldi. Og'riqdan bo'ldimi? Qilib. Yo, raketa ekan-ku, raketa. Rost tezki. Bo'ldi, tomoqni zakaz qilib qo'ydim. Bizlar Mirzat degandan qishib berib, qog'oz ishtirib turdi. Asha qilib uritma men uni. Uritma. To'xt uchun eng muhim bir fursat bu. Ani sen buzganga o'zing o'ngishing kerak bu ishni. Men o'shamdimi? Ha? As biz o'shamda. Kuchim ala. Faqat yarim soat vaqt qoldi. To'xta vayron bo'ldi. Hech kim qutuldira olmaydi. Kim deydi? Nega yo'qolib ketding? Botkasim qochib qolding. Sen kim o'mdi? To'xtini hech kim qutuldirmaydi. To'xtani hech kim qutuldira olmaydi. Nimishqa? Men ham ishlarni joy-joyda o'rinlashtirib qo'ydim. Mas faqat yarim soat vaqt qoldi. Sheklar shirkati faqat mening shirkatim bilan qilish. Lekin bu sizning shirkating emas. Hozir mening shirkatim bor. Sen nima sababda buni deysan? Sen nimaga asosda buni deysan? Sen balkim ustiga chiqib top o'ynab ishimni xabarsiz o'tading, o'g'ay. Sen shirkatingning barliq paychigini bayam men to'liq sotib oldim. Hozir bu shirkat sizning nomingizda emas, mening nomimda. Nima? Mumkin emas. Kattishim. Sen men qo'rqaqsida topsan? Xo'sh. Sana o'zim turishni shuni qilib turdim. Mening ismim Asad. Quyosh xalqaro guruhining varisi. Acabasını demek zorunda. Bunda başarı mümkün emas. Hey, nega ketdi? Nega yo'qolib ketding? Otasi bir qimmatga qachon-a? Ansirab, bunda bir ansirab qoladi deb o'yladingmi? Men oyoq cho'qim istalganiki. Oldin ata Kumarsni odam to'plabni aketgandan keyin bundan izlab qoldim. Shu aniqcha to'xtini hozir uchroqda aqlani izlab qoldim. Men bundan to'xtini sizlar kelganlikdan boshqalarga yordam qildim. Shunga amalsiz bunda odamga yordam so'radim. Odam menga ma'qul bo'ldi, yordam qilishgan. Lekin uni qo'ygan birdan bir sharti barliq rasm ishlarini tashlab qaytib savdo o'rganib shirkatni ishga haydamashdi. Ona ma'qul oldu. Ketyapsan? Burun masanchi qazaga esingda qo'y. Ey, ishqisi yo'q. Ani yaqin aqin olganki, shirkatning odam-odamdi. Bu lazer o'smi? Ajab, yarim qiymati yo'q. Nima uchun? Ben şirketini verip işlay bo'ldi. Ya kelsa qancha qaytib kelsan? Bilmayman, balki menga. Eng muhimi men bu jarayonda sabab tunishib, sabab o'tgan kunlarimni qaymasab turdim. Bizim shu.
Ben bir ömürde birim do'st tamamen deb o'ylagandim. Bir do'da 300 tushum o'ynayotgan. To'xta bilan ko'rishib qo'yaman. Men bilan ko'rishim yo'q, ketaver. Bunda uzamsizmisan? Shundaymi? To'xta bilan ko'rishib boshlasam balkim o'zim boshmay qolaman. Yarım saat kunlarında cümleten düşüp ama Voy bu hozir bu yo'llab bo'lsa qanday bo'lamiz? Maqaytmi? Ishikmayapti. Sherkitingga odam lozim bo'lsa. Men ameliyotsiz kelishdan burun nurg'un gaplarni deyman deb o'ylab qo'ygandim. Lekin sizni ko'riblam nima deyishimni bilmayapman. Ko'nglingiz nima o'ylagan bo'lsangiz, shuni davring. To'xti. Ayni vaqtda men sizdan ayrilib ketgan vaqtimda mendan nafratlangan bo'ldingiz. O hissiyotni nafratlanish desak bo'lmasmiki? Mening haqiqatan ko'nglim yerim bo'lgan. Lekin siz o'zingizning orzusi uchun o'zingizning tanlashini qildingiz. Shu tanlashingizdan sizga qo'shilgan bo'lsangiz, men siz bilan tan qo'shilaman. Siz shunday oq ko'ngil ekansiz. Rostga qilsam to'xti. Men u yoqda o'qishimni tamomlab bo'lgandan keyin nurg'unlagan yaxshi shirkatlardan meni xizmatga taklif qilib kelgan ahvollar bo'ldi. Lekin men hammasini rad qildim. Sababini bilamsiz. Siznidan. Amaliyotda mening boshlam shaqda menga vaqtimda u yerda bir umr qab qilish uyum yo'qdi. Ham undami planim yo'q. Men faqat shu yoqqa borgandan keyin u yoqda uylangan bilimlarimni o'z vatanimni gullantirishga to'kib qo'yish uchun ishlatishni o'ylashgandim. Lekin shunday yaxshi xizmat fursatlar kelgan vaqtda birinchi kallamga kelgan odamni siz bo'lib qolishingizni men mumkin emas o'ylab boqmagan. Bu gaplaringizni anglab men rostbek qo'shib ketdim. Men sizning qaytib kelishingizni qat'iy o'ylab boqmagan. Sizning qaytib kelib oldi bilan men bilan ko'rishishingizni bu ishlar tushunimga kirmagan. Men rostla nima deyishimni bilmay qoldim. Bilma. Men burunski nurg'unlagan azarlarni bergandim. Lekin menga yana bir qatim fursat bersangiz, men cho'qim yaxshi qadrlayman. Menga fursat bera olamsiz. Yaxshimisilar? Hikoyamiz boshlanib bugunga kelganda To'xti muhabbat musobasidagi muhim qarorni chiqaradigan yerga yetib qoldi. Biz buningdan muqaddam yuz bergan ishlarni bir eslab o'taylik. Dastlab To'xti oilani bir ko'rib oshiq bo'lgan edi. Ikkisi muhabbatli damlarni birga o'tkazib, she'rim tuyg'ularga jo'r bo'layotganda, Rohilaning o'tmish tufayli qalbida qolgan yorlar ularning munosabatiga asta-asta ta'sir ko'rsatishga boshladi. Ziyoda gumonxo'rlik va bexatarlik tuyg'usi kamchil bo'lishdek turli pasib omillar oxiri ularning muhabbatiga xotima berdi. Uzun o'tmay bir qitimda o'xshmaslikda To'xti Lola bilan tanishib qoldi. To'xtining samimiy oqko'ngilligi Lolaning qalbini moyil qilib olgan edi. Gerçi bir qism yomon niyatli kishilar orada qiyinchilik tug'dirgan bo'lsa-mu, Asad, Sodiq va Shuhratlarning yordamida bu qiyinchiliklar hal bo'ldi. Ammo To'xti bu ishlardan shuni his qilib yetdiki, ikkisi bir ijtimoiy qatlamdagi kishilardan emas edi. Lola bir puldor korxonchi. Uning To'xtiga qilgan etganlari To'xtida zo'r besim paydo qilib qo'ydi.
Shu sabab To'xti Lola bilan birga ketishni tanlamadi. Mana hozir To'xtining tunji loyiqi Shahlo chetdan qaytib keldi. Nimada bo'lmasin, To'xti ilgari Shahloning yuragining cho'nqur yeridan suygan edi. U xizmatdan voz kechib, aloydan Shahlo bilan ko'rishgani keldi. Acaba To'xti ayni chog'da Shahloning o'z tashlab ketgan qalb yorisini hech unutib ketmagandimi? Biz endi To'xtining qanday qaror chiqardiganligini ko'rib boqaylik. Menga fursat bera olamsiz? Natijada To'xti o'zi yaxshi ko'rgan qiz bilan birga baxtli bo'la olamdi yo'q. Bu hargizmi bolalar cho'chik emas. Oqibat bundoq oddiy oxirlashmaydi. Bu muhabbat hikoyasi teha endi boshlandi. Ularni yana qandoq taqdir qismatlari kutib turibdi. Bunisi hammalarga noma'lum. Qani biz ikkinchi bölümde görüşelim. Assalomu alaykum ko'rman do'stlar, yaxshimisizlar? To'xtama to'xtay filmimizning birinchi bölümü bugun ayoqlashdi. Ko'pdan ko'p tashakkur sizlarga. Lekin esinglarda bo'lsin, To'xtama to'xtay filmimiz hargiz to'xtab qolmaydi. U pat orada eng nodir, eng yaxshi, tiximi go'zal, tiximi fayzi holatda sizlarningki huzuringizga sunildi. Albatta, o ikkinchi bölüm bo'ldi. Birinchi bölüm bugun ayoqlashdi. Ko'pdan ko'p tashakkur. Sizlar bizning filmimizni izchillarda qo'llab berdinglar, qo'dab berdinglar, ham yoqtirdinglar. Shuningcha bizningki filmimiz davomlashdi. Agar sizlar bo'lmagan bo'lsanglar, balkim To'xtama to'xtay filmniki davomlashishiga hech qanday ahamiyat bo'lmagan bo'lardi. Ko'pdan ko'p tashakkur. Shundoqla rahmat aytadiganimiz yana bizni qo'llab berayotgan, iqtisodiyotdan qo'llagan shu korxona, shirkat va o'rinlar. Ondan yana rahmat aytadiganimiz bizningki guruhimizdagi parda oldidagi, parda oqisidagi barliq bizdan tang kurashayotgan barliq do'stlar. Rahmat aytadigan o'rinlarni men ko'p, albatta yana rahmat aytamiz. Chunki bu rahmat aytmasa bo'lmaydigan bir o'rin. Bu o'rinlar bo'lsa dal shu supular. Bizning filmimiz ham shu ko'rman do'stlar o'rtasidagi bir ko'rik rolni o'tab, bizning filmimizni taqib berishiga ham do'stlarningki tunishiga alayda zo'r to'plam qo'shdi. Shuningcha bizningki ikkinchi filmimizda intaklaydiganimiz shuki, To'xtama to'xtay filmimizni o'z oldinglarga taqdim etsanglar bo'laydi. Ham sizlarga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Biz eng dastlabda o'ylagan nurg'ulg'an qiyoslarimiz, nurg'ulg'an xiyollarimiz, o mazmunlarimizni biz birinchi bölümde ishqollamay qoldik. Buning albatta sababi bor, lekin biz shu sababliklarimizni ikkinchi bölüm kelganda to'liqlab, tiximi yaxshi holatda sizlarga oldinlarda paydo bo'lamiz. Rahmat sizlarga. Eng oxirida aytadiganimiz, balkim sizlar o'ylagan bo'lsangiz mumkin filmningki eng oxirida biz noit odamning kishini g'irishtiradigan mazmunlar bilan ayoqlashtiramiz. Keyingi qismda qanday bo'ladi deya xayollar. Ikkinchi bölüm qanday bo'ldi? Balkim 13-qismda sizlar yana ishlarga yarashgan bo'lishi mumkin. Amal yo'q. Bu bizningki ortiqchiligimiz. To'xtama to'xtay filmlaridagi bosh obraz To'xtiningki muhabbat hikoyasi Shahlaxon qiz bilan oyoqlashamdi va yoki sizningki o'ylaganingizda, sizningki xayolingizda, ko'nglingizda o'ylagan tixim yaxshi bo'lgan nomzodlar bormi? Film ichidagi tili zahar, eliq rassam shu. Ikkinchi filmni qaytib kelarmi, kelmasmi? Agar siz bu mushu mazmunlarga qiziqqan bo'lsangiz ham shu mazmunlarga o'zingiz tang qo'l solmoqchi bo'lsangiz, biz To'xtama to'xtay Undar salonimizga kirib bir bilet tashlang. Balkim sizning mushu bir biletingiz bizningki To'xtama to'xtay filmidagi ikkinchi bölümdagi mazmunlarga cho'ng o'zgarishlarni kiritishi mumkin. Esinglarda bo'lsin, bizning Undar salonimiz To'xtama to'xtay. Rahmat sizlarga, ikkinchi bölümde görüşelim. Xayr, aman bo'linglar.